Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz psixologiya faniga kirish, ya'ni birinchi mavzusiga qarab chiqamiz. Psixologiya fanining predmeti, vazifalari va ilmiy tadqiqot metodlari degan mavzu birinchi mavzumiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha tayanch iboralar, psixologiya, psixika, bilish jarayonlari, ilmiy tadqiqot metodlari, individuallik xususiyatlari va nazariyalar haqida bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz rejalari bilan tanishib olamiz. Bugungi mavzumizda rejalari, demak, birinchi rejamiz psixologiya tushunchasi va uning vujudga kelishi. Ikkinchi reja psixologiya fanining predmet maqsadi, keyingisi uchinchisi psixologiya fanining tizim tutgan o'rni va tarmoqlari. To'rtinchi rejamiz psixologiya fanining sohalari va ilmiy tadqiqot metodlari deb oldik. Demak, biz psixologiya tushunchasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, psixologiya fanining tushunchasi va uning vujudga kelishi insoniyat taraqqiyotining tarixiy davrlariga borib taqaladi. Ya'ni kishilarda ichki ruhiy imkoniyatlar yuzaga chiqishdan boshlangan, insonning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy rivojlanishi natijasida yer kurrasida moddiy dunyo, ma'naviyat, yozuv, san'at, adabiyot, fan, texnika yaratilgan. Bularning zamirida inson tafakkuri, ongi, aqli, zakovati, kuchli irodasi, mustahkam xarakteri, ijodiyati, hayoti yotadi. Insoniyat taraqqiyotining muayyan bosqichida odam o'zini hayajonlantirilgan, taajjubga solgan savollarga javob izlash imkoniyati vujudga kelgan. Bularning barchasi psixologik bilimlar tug'ilishi nuqtasini vujudga keltiradi va ana shu daqiqadan boshlab inson o'zini o'zi anglay boshlaydi. Psixologik bilimlar namoyon bo'lishi o'z-o'zini anglash omiliga aylanadi. Buning natijasida insoniyatning buyuk yutug'i, ya'ni tafakkurning kashf qilinishiga olib keladi. Inson obyektiv dunyoni subyektiv tarzda aks ettirish orqali o'zini o'zi tadqiq qilishdek murakkab jarayonni amalga oshiradi. Shu bois psixologiya fanining vazifalari ko'lami murakkablashadi va kengayadi. Endi psixologiya so'zining ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, psixologiya, psixiya, jon, ruh, logos, ta'limot degan o'sha yunoncha so'zdan olingan bo'lib, shu ma'noni anglatadi. Ya'ni psixiya, jon, ruh, logos, ta'limot, ya'ni jon va ruh haqidagi ta'limot degan ma'noni anglatadi. Psixologiya inson ruhiy dunyosiga aloqador barcha hodisalar va jarayonlarni tashkil etadi. Psixologiya har birimizning tashqi olamni o'z-o'zimizni bilishimizni asosida yotgan jarayonlar, hodisalar, holatlar va shakllangan hissiyotlar majmuasi hisoblanadi. Psixologiya obyektiv voqelikni miyada aks ettiruvchi funksiyasi bo'lgan psixika haqidagi fan hisoblanadi. Endi psixologiya fanining rivojlanish bosqichlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ruh to'g'risidagi psixologiya birinchi bosqichi, ya'ni eramizdan 2,5 ming yil avvalgi inson hayotidagi barcha noaniq voqea hodisalarni ruhning mavjudligi bilan bog'laganlar. Ikkinchi bosqichi ong to'g'risidagi psixologiya. Bu esa 17-asrda fikrlashga, his etish, xohish, istaklariga bo'lgan qobiliyat ong deb tushunilgan. Uchinchi bosqich esa xulq to'g'risidagi psixologiya. Bu 20-asrning boshlarida kuzatuvlar xulqqa va reaksiyalarga qaratilgan. Harakatni chaqiruvchi motivlar esa hisobga olinmagan. Psixikani o'rganuvchi psixologiya 4-bosqichi esa zamonaviy bosqich hisoblanadi. Psixikaning qonuniyatlari, mexanizmlari va faktlarni o'rganuvchi psixologiya hisoblanadi. Psixika miyaning aks ettirish faoliyati bo'lib, u insonning hayot sharoitlari bilan belgilanadi va obyektiv olamni alohida yo'sinda aks ettirish qobiliyatiga ega bo'lgan xususiyati hisoblanadi. Psixika inson ruhiyatining shunday holatiki, unda tashqi va ichki ruhiy olam ongli tarzda aks ettirishni, bilishni va anglashni ta'minlab beradi.
Ana endi psixologiya fani 1879-yilda Leipzig universitetida nemis fiziologi va psixologi Wilhelm Wundt tajribalaridan keyin psixologiya mustaqil fan sifatida tan olingan. O'zbek psixolog olimlaridan G'oziyev, Ergash G'oziyev umumiy psixologiya darslarida psixologiya fani haqida keng va tafsilli yoritib berilgan. O'zbek psixologiyasida shaxsning rivojlanish xususiyatlari Davletchin tomonidan o'rganilgan. Oila institutining psixologiyasi masalalari esa Shoumarov, Sag'inov, Umarovlar ishlarida o'rganilgan. Psixologiya fanida tafakkur xususiyatlarining maxsus o'rganish va tadqiq etish ishlari Sunnatova, Nishonovalar ilmiy ishlarida kuzatiladi. Shu o'quv qo'llanmaning mualliflaridan biri Vasila Karimova ijtimoiy psixologiyaning muammolarini shaxsda mustaqil tafakkurni namoyon bo'lish va uni samaradorligiga oid masalalarni ko'rib bergan. Ana endi chunonchi angliyalik olim Jon Lok dunyoga kelgan har bir chaqaloq bolani esa top-toza taxtaga o'xshatgan. Uning fikricha bolaning top-toza taxta tarzdagi ruhiga nimalarni yozish mutlaqo katta odamlar ixtiyorida. Shuning uchun bolaning qanday odam bo'lib yetishishi, ya'ni unda qanday shaxs fazilatlarining tarkib topishi bola hayotda oladigan tajribaga, o'zgalar bilan muloqot jarayoniga oladigan hayotiy tushuncha va tasavvurlarga bog'liq deb ta'kidlagan. Tarixda juda ko'plab nazariyalar mavjud bo'lgan. Ana o'sha nazariyalardan alohida ikkita katta nazariya bu biogenetik nazariya bilan sotsiogenetik nazariya hisoblanadi. Biogenetik nazariyaning namoyandalari amerikalik psixolog Gezel va Xoll Xoll rivojlanishning biologik modeliga tayanib ish ko'radilar. Bu jarayonda muvozanat, integratsiya va yangilanish sikllari o'zaro almashinib turadi degan xulosaga keladilar. Sotsiogenetik nazariya inson biologik tur sifatida tug'ilib, hayotdagi ijtimoiy shart-sharoitlarning bevosita ta'siri ostida shaxsga aylanadi deb hisoblaydi. Masalan, rollar nazariyasi ta'limoti inson ijtimoiy muhitda bajarishi shart bo'lgan maxsus rollar uning xulq-atvorida boshqalar bilan munosabatida sezilarli iz qoldirib borishligini ta'kidlab o'tishgan. Psixologiya fanining predmetiga to'xtaladigan bo'lsak, psixologiya bu hayot kechirishning alohida shakli bo'lgan psixikaning rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishning qonuniyatlari to'g'risidagi fan hisoblanadi. Psixologiyaning predmeti psixik jarayonlar, psixik holatlar va psixik xususiyatlar. Psixologiya bu tushunchalarni bilish va farqlay olishni, ularning paydo bo'lishi va rivojlanishi qonunlarini o'rganadi. Psixologiyaning predmeti konkret shaxs, uning jamiyatdagi xulq-atvori va turli faoliyatlarning o'ziga xos tomonlaridir. Psixologiya fan sifatida psixikaning faklari, qonuniyatlari va mexanizmlarini o'rganadi. Psixik jarayonlar bu psixik hodisalarning paydo bo'lishi, qonuniy, izchil ravishda o'zgarishi va bir taraqqiyot bosqichidan navbatdagisiga o'tishi, ularda sifat o'zgarishlarining sodir bo'lishi hisoblanadi. Psixik jarayonlar, bilish jarayonlari, irodaviy jarayonlar, emotsional yoki hissiy jarayonlar kiradi. Bilish jarayonlariga biz bilamizki, o'sha sezgi, idrok, diqqat, xotira, xayol, tasavvur kabi xayol, xotira, tafakkur va nutq kabi bilish jarayonlari kiradi. Irodaviy jarayonlarga insonning o'sha irodaviy sifatlari, iroda kuchi, motivatsion jarayonlarni kiritishimiz mumkin. Emotsional yoki hissiy jarayonlarga esa har birimizda yoshlikdan shakllanib kelayotgan emotsional hissiy holatlar. Demak, emotsional hissiy holatlarga xursand bo'lish, xafa bo'lish, yig'lash, stressli va har xil emotsional hissiy holatlar. Shaxsning xususiyatlari, xarakter, temperament, qobiliyat, iste'dod chiqaradi. Inson aqlining va tafakkurining belgilari uning xarakterida, temperamentida, qobiliyatlarida barqaror bo'lib qolgan irodaviy xususiyatlar muayyan tarzda harakat qilishdan iborat barqaror va yangidan hosil bo'lib turadigan xohish, istaklar, his-tuyg'u xususiyatlar va shu kabilardir. Psixologiya fanining maqsadi inson
o'z-o'zini anglash, atrof-muhit bilan mutanosib munosabatlarni o'rganadi va uni kamol toptirish omillarini aniqlashga kiritishimiz. Inson tabiatan ichki ruhiy muvozanatini va uyg'unligini saqlashga, jismoniy va psixologik sog'lom bo'lish uchun intilishga mas'ul. Psixologiya fani insoniyat oldida turgan mazkur masalalarni yechishda katta ahamiyat kasb etadi. Psixologiyaning fanlar tizimida tutgan o'rni: psixologiya, sotsiologiya, falsafa, tabiiy fanlar, pedagogika, kibernetika, iqtisodiyot, texnika fanlari kabi juda ko'plab fanlar bilan birgalikda bog'liqlik joyi tizimli ravishda bog'liq holatda rivojlanib kelmoqda. O'zi psixologiya fani dastlab o'sha falsafa fanining tarkibida o'rganilib kelingan, keyinchalik esa ajralib chiqib alohida fan sifatida rivojlanmoqda. Falsafa va psixologiya tabiat, jamiyat, inson tafakkurining rivojlanishiga oid bo'lgan umumiy qonuniyatlar va tamoyillarni psixologiya falsafaning bazasidan oladi va shu bilan birga o'zi ham inson ongi va tafakkuri qonuniyatlari sohasidagi yutuqlari bilan falsafani boy ma'lumotlarga ega bo'lishiga yordam beradi. Sotsiologiya bilan bog'liqlik joyini oladigan bo'lsak, sotsiologiya fani ijtimoiy munosabatlar sharoitida o'z taraqqiyotining muhim bosqichiga o'tgan ekan, psixologiya ushbu fan erishgan yutuqlardan ham foydalanadi, ham ularning ko'lami kengayishiga baholi qudrat xizmat qiladi. Psixologiyaning mustaqil ravishda ajralib chiqqan ijtimoiy psixologiyaning sotsiologiya bilan aloqasi uzviy bo'lib, ular jamiyatda ijtimoiy taraqqiyot va rivojlanishni ta'minlash ishiga xizmat qiladi. Pedagogika bilan psixologiyaning o'zaro hamkorligi va aloqasi an'anaviy va azaliy bo'lib, ularning yosh avlod tarbiyasini zamon talablari ruhida amalga oshiradigan roli va nufuzi o'ziga xosdir. Iqtisodiyot bilan psixologiyaning o'zaro aloqasi va hamkorligi bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish sharoitida iqtisodiy ong hamda iqtisodiy xulqning o'ziga xos namoyon bo'lish qonuniyatlarini o'rganishda xizmat qiladi. Kibernetika fani sohasida erishilgan yutuqlar psixologiya uchun ham ahamiyatli va zarur bo'lib, inson shaxsining o'zini o'zi boshqarish va psixik jarayonlarni takomillashtirish borasida axborotlar texnologiyasi va kibernetika tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar va tadqiqot metodlari maxsus dasturdan o'z o'rnida foydalanadi. Informatsion texnologiyalar va modellashtirish borasida psixologiya hamda kibernetika hamkorligining salohiyati yanada oshib boradi. Yuqorida ta'kidlangan fan tarmoqlari psixologiyaga bevosita uzviy aloqada rivojlanadigan fanlarning asosiy qismi xolos. Bugungi kunda har bir fan rivoji uchun inson omilini hisobga olish zarur ekan, psixologiya barcha fanlar bilan alohida va hamkorlikda rivojlanib kelmoqda. Psixologiyaning 300 dan ortiq tarmoqlari va sohalari mavjud. Bular esa umumiy psixologiya, pedagogik psixologiya, yosh davrlar psixologiya, ijtimoiy psixologiya va hokazo. Juda ko'plab, ya'ni 300 dan ortiq tarmoqlar bilan bog'liq holda rivojlanib kelmoqda. Differensial psixologiya esa shaxslar o'rtasidagi tafovut va farqlarni hamda guruh a'zolari o'rtasidagi nomutanosiblikni psixologik tomonlarini o'rganadigan soha hisoblanadi. Psixofiziologiya sohasi esa odamlarning individual psixologik va psixofiziologik farqlarini tadqiq qiluvchi, psixikaning genetikasini o'rganuvchi sohasi hisoblanadi. Ijtimoiy psixologiya odamlarning ijtimoiy guruhlarga birlashishini, shaxsning guruhiy faoliyati va xulq-atvorini, ijtimoiy psixologik qonuniyatlar, holatlar, hodisalar va ijtimoiy uстановkalarni o'rganadigan sohasi hisoblanadi. Din psixologiyasi psixologik va ijtimoiy psixologik omillarning diniy ong bilan shartlanganligini, dinning insonga ta'sirini o'rganuvchi psixologiya sohasi hisoblanadi. Ya'ni parapsixologiyasi sohasi hisoblanadi. Siyosiy psixologiya jamiyatning siyosiy hayotidagi psixologik xususiyatlar, holatlar, qonuniyatlar
ta'sirchanlik va ta'sir o'tkazish jarayonlarini tadqiq qiladi. Oila psixologiyasi. Bu oila psixologiyasini o'rganuvchi fanlararo tadqiqot qilishga yo'naltirilgan sohasi hisoblanadi. Boshqaruv psixologiyasi bu jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan shaxslar, guruhlar, jamoalar o'rtasidagi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan nazorat, baholash, munosabat, qonuniyatlarni, rahbar faoliyati va xarakterini, qobiliyati, xususiyatlarini tadqiq qiladigan ijtimoiy soha, ya'ni boshqaruv psixologiyasi kabi sohasiga ajraladi. Parapsixologiya hozirgi zamon fanining chegarasidan tashqaridagi qiyin bo'lgan psixik hodisalarni o'rganadi. Psixologiya fanining sohalari va ilmiy tadqiqot metodlariga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab asosiy 3 bosqichini qarab chiqishga to'g'ri keladi. Ya'ni kuzatuv, o'zliksiz, o'z-o'zini kuzatish, tajriba, ya'ni laboratoriyada tajriba o'tkazish, tabiiy sharoitda tajriba o'tkazish, so'rovnoma, suhbat, tarjimai hol, intervyu, sotsiometriya, test, statistik ma'lumotlar qayta ishlash kabi tadqiqot metodlari mavjud. Psixologiya tadqiqotlarida yuqorida sanab o'tgan usullarimizdan kuzatish, anketa, eksperiment, faoliyat mahsulini tahlil qilish, test, sotsiometriya eng ko'p qo'llaniladigan metodlar hisoblanadi. Bu metodlar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga qarab turlicha, turli vaziyatda turli vositalarni qo'llab, jumladan turli savollarni o'z oldiga qo'yib o'tkazish mumkin. Qaysi metod qo'llanishidan qat'iy nazar barcha tadqiqot 4 bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi. Unda har xil vositalar yordamida material o'rganiladi. Dastlabki ma'lumotlar to'planadi, qarab chiqiladi, biografik ma'lumotlar aniqlanadi, anamnez to'planadi. Ya'ni tadqiq qilinayotgan faktning sodir bo'lishiga qadar mavjud shart-sharoitlar ta'riflanadi. Ikkinchi bosqich eksperimental tajriba bosqichi bo'lib, bunda tadqiqotning konkret metodikasiga amal qilinadi va o'z navbatida bu bosqich birin-ketin qo'llaniladigan qator bo'g'inlarga eksperiment seriyalariga bo'linadi. Uchinchi bosqich tadqiqot ma'lumotlarini sifat jihatidan qayta ishlashdir. Bu psixologiyaning matematik apparatini dastlab ilgari surilgan gipotezaning tasdig'i tarzida olingan xulosalarning haqqoniyligi haqida hukm chiqarish imkonini beradigan turli xildagi statistik usullarni va ehtimollilik nazariyasining asosiy qoidalarini qo'llashni taqozo qiladi. To'rtinchi bosqich olingan ma'lumotlarni izohlab berish, ularni psixologik nazariya asosida talqin qilish, gipotezaning to'g'ri yoki noto'g'riligini uzil-kesil aniqlashda ularni sinab ko'rish, aniq xulosaga kelish bosqichi. Kuzatuv faoliyat mahsulini tahlil etish, suhbatlar o'tkazish, anamnestik ma'lumotlarni aniqlash, eksperiment o'tkazish va ularning natijalarini matematik yo'l bilan qayta ishlash, xulosalar chiqarish va ularni izohlab berish, bularning hammasi tadqiqot ishining tarkibiga singib ketadi va uni o'z ifodasini topadi. Hurmatli talabalar, bugungi ma'lumotlarimiz quyidagilardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.